sotildi. Jannat parchasi fermasiga qarashli mol-mulk, mol-hol hammasi janob O'Deylga sotildi. Meni bag'oyat xursand etdingiz. Demak, hamma ish bitdi. Shundaymi? O'zingizni xuddi uyingizdagidek his qiling, shartnomaga qo'l qo'ying va mol-mulk sizniki bo'ladi. Minnatdorman muhtaram sherif. Yetib keldik. Jonajon uyimiz yaqin. Xudoga shukr. Tormozni bos. Ulgurmaymiz. Yo'qotda sakrashgan vaqt yo'q. Unda yangi yo'l solamiz. Hozir qo'rqinchli voqea yuz beradi. Endi bu yerlar butunlay meniki bo'ldi. Jo'jalari narxi 5 sentdan. Nima? 2 sent deyapsizmi? Sekinroq, hamma baravar gapirmasin. Qoching, yordam bering. Meni mulkimga tajovuz qilishga qanday haddingiz sig'di? Nima? Bo'lishi mumkin emas. Qamarlamang dedim. Bolalar, bankalarni ishga solmasak bo'lmaydi. Bas qiling. Hey, meni tinch qo'ying. Jo'jalarimni urishyapti. Shoshmay tur hali. Bu Slimku. G'alaba qozondik deyapsizmi? Bekor aytibsiz. Ashunday eshitamiz. Alamin Slim, qamoqqa olindingiz. Peril xonimning sigirlariga hech kim bas kela olmaydi. Xonimlar, sut bormi? Bor. Hazırlashdim. Uni uzoqroq olib keting. U yerda senga yo'l